Mana skuterlar Mazil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Xo'sh, mana bundan boshlaylik. Bu benzinli skuter bari 150 kub, bu 110 kub. Bunisini qanaqandir qog'ozlari ham bor ekan, hujjatlari. Xo'sh, buni puli 5,5 million. Bo'layotgan joyi 5 million. Bu ham xuddi shunday 5,5 million, bo'layotgan joyi 5 million. Buniki 4,5 million, bo'layotgan joyi 4 million. Bu yaxtay pilla gitta dutyapti. Bana klapanni sallilarini almashtirish kerak-da. Bunday ana emas, yurgan pilla bir qizib olsa dutamaydi. O'sha uchun puli arzonroq buni. Manavsi bilan manavsi ishlamaydi. Buni tros, speedometr tros qo'yish kerak. Bu benzin datchigi nima ko'rdim, tushunmadim. Baribir o'chqatdim, ishlamadi. Mana bundan boshlaylik-chi. Bu 14 ming yurgan ekan. Ishlashlari, yurishlari yaxshi. Bitta mana bunaqa bir joychalari bor, bunday bir qirilgan, shilingan. Shu pavarotniklari ishlaydi. Shu do'stlar. Bu o'zimni mopedcham. Buni mana bularni mana 3,5 ming yurganda buni o'zim qo'ydim. Bularni provodka, gulshitrlarni, motorlarni yangi qo'ydim o'zim. Akkumulyator o'tiribdi-da, zaryad qilib olish kerak. Buni hamma narsasi ishlaydi. Taklari bunday yoniga qo'yganman, podsetga qizil yonadi. Shu puli 5 million. Tak, buni faralari, hamma pavarotnilari yonadi. Shu do'stlar.